Gulnora Karimovaga olasan degan ekan Islom Karimov. Masalan, shunaqa voqea bo'lgan. Lekin shuni hech kimga aytmadim 30 yilcha. Taniqli jurnalist va siyosatchi Karim Bahriyev Lolazor podkastida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov qizi Gulnora Karimovani unga bermoqchi bo'lganini, biroq u rad etganini aytdi. Nega uni odamning mehri tushganini bilmayman. Chunki men unga adkaz qildim. Meni qizim universitetda bitirib shuni olgin deganday qildilar-da endi. U bu voqeani 30 yil davomida hech kimga aytmaganini, Islom Karimov unga "Mayli baxtli bo'lgin, men to'yingga borsam, qo'riqchilarim to'yingni xunob qilib tashlaydi" deb fotiha berganini ham aytib o'tdi. Gulnora Karimova amerikalik biznesmen Mansur Maqsudiy bilan turmush qurgan. Mansur Maqsudiy Gulnora Karimovadan avval Erkin Vohidovning qiziga sovchi yuborgan. Biroq shoir qizini O'zbekistondan tashqariga bermasligini aytib rad etgan va Maqsudiy Gulnoraga uylangan. Ular 10 yil birga yashab, so'ng ajrashishgan.